Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Alhamdulillah, orzu qilib kutilgan kunlar inshaalloh Kamolxon akamizga Angliyadan vizalar chiqdi. Xudo xolasa ko'zlaringni oldilarida bismillah deb ko'rsatamiz inshaalloh. Bismillahirrohmanirrohim. Maşallah, Kamolxon aka, kayfiyatlar qalay aka? Kayfiyatlar endi o'ta boshqacha tushuntirish qiyin aka. Bu kunlarda orzu qilib mana bu kunlar ham keldi. Bismillahirrohmanirrohim. O'zi kelsa bilmay qolar ekansiz. Maşallah aka, shirin bo'lib turishini qarang bu vizalar. Xudo xolasa aka, inshaalloh mana akamizga Angliya vizalari tasdiqlandi. Xudo xolasa bu yuzda aka qanaqa taassurotlar bor? Endi taassurotlar aka bu bitta videoga sig'maydi. Alohida o'zim vlog ochishim kerak. Taassurotlar tushuntirgan. Taassurotlar juda zo'r. To'g'risi biz boshida Javlon aka siz bilasiz, endi biz ko'rib turgan odamlar ham bilsin. Aslida biz boshqa bir mashinliklarga aldanib qolib, dokumentimizni tekshirgani keldik. Alloh xayrli qilibdi kelganimiz sabab ana vizamizni ham qo'lga kiritdik. Sababi biz boshda rosa qiyinchiliklar ko'rdik, lekin Javlon aka sizga avvalambor Allohga, keyin sizga sabab chiqarganiga ming bor shukr, rahmat. Endi nima desam bo'ladi? Xolisona fikrim, kelinglar, gaplashinglar. Hammasi qonuniy, shu noldan biznes olib berguncha, endi agar imkon bo'lsa, balki o'zlari ham tashlab kelar, xudo xolasa bizni. Inshaalloh. Endi yana bitta video qo'yamiz, xudo xolasa, endi aeroportdan o'zizga inshaalloh ketishganimizni. Endi alhamdulillah hammaga nasib qilsin. Balki ikkinchi, uchinchi olishlar sizlarga nasib qilar, xudo xolasa. Ba'zi arda ko'rishamiz. Xudoga shukr, shukrlarga yetkazganga shukr. Hammalarga rahmat. Endi to'g'risi videoda anaqa nima basman, lekin o'zimning fikrim doim aloqadaman Javlon aka. Kim kelsa aytaverasiz. Mana misol Farg'onamni yigitiman, mana shu eshitmaga aqlim yetmagan edi. Javlon akamga rahmat, tushuntirdi boshidan oxirigacha. Mana vizamiz ham qo'lga kiritildi. Rahmat. Foydamiz tegandan xursandmiz aka, ko'ryapsizmi? O'sha Alloh taolo har bir bandasini yozgan qazoy qadarida hech qanaqangi xatolik yo'q. O'sha behikmat bo'lmaganda bu narsa. O'sha qanaqadir ish bilan ofisga kelib tekshiruv xizmatidan foydalandilar, qanaqa mashinliklarga hujjat jo'natishgan sizlarga, ularga o'sha tekshiruv natijasida haqiqatan ham o'sha hujjatlarning noqonuniyligi uchun ham biz o'zimiz prosesni bismillah boshlagan edik. Mana o'sha Alloh taolo xayrli qilib, mana inshaalloh rizqlarga qo'shilgan ekan, sababini qildingiz, sizlar sababini qildilar, Xudoyim mana yetkazdi inshaalloh. Sizdan keyingi har bir mijozlarimizga Allohim o'zi g'oyibdan yetkazsin inshaalloh. Shunaqangi vizalarni olish har bitta odamning qalbida orzu niyati bo'lsa inshaalloh hammaga nasib qilsin. Xudo xolasa biz foydamiz tegayotganidan xursandmiz. Hamisha sizlarga samimiy, yaxshi mijozlarimiz bilan ishlashdan biz xudo xolasa charchamaymiz aka. Kelgushlaringizni omad tilab qolamiz. Kimga Angliya vizalari kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilib ko'rasizlar. Foydamiz tegsa xursandmiz aka.